Ha, Sarnoz bugun oq ro'mollar olsan, ichlaymi? Marlonga olib boraman dedingiz-ku, o'shanga olib chiqdim-da. Nimaga olib bormoqchisiz o'zi? Yurur, borganda bilasan. Zo'r joyga olib boraman. Voy Farruh aka, qayerga olib keldingiz? Eldor akamiz Marlonga kelganimizni eshitib, aloqaga chiqdi. Farruh Bey darvoza sohasida 15 yildan beri faoliyat yurgizaman deyapti. Hozir zamon talabi internet bo'lgan hisobiga internetda ham, men Instagramda ham yurgizib bering deyapti. Quvaliklar uchun zo'r skidka qilib ketamiz. Ko'rib turgan darvozalaringni, mana shu darvozaning 700 ming so'mdan boshlanar ekan kvadrati. Bu ko'rib turganing shumka bo'lganning hisobiga 900 ming so'm ekan. Endi eng arzoni shu 450 ming so'mdan 3 milliongacha ekan. Ya'ni sharoitga qarab, pulga qarab deyapti. Vodiy bo'ylab dastavkalar bepul deyapti, vohaga kelishilgan holat deyapti. Eldor akamiz o'zi noldan profillarni olib kelib, chiroyli shunaqa darvozalar yasab, odamlarga o'rnatib berib, manfaat deyapti ekan. Hozirda quvaliklar uchun ham uka zo'r qilib skidkalar qilib bersam, darvozalarni ko'rsatib, reklama qilib berib ketsangiz deb chaqirgandi. Aka, ishlaringizni ko'rdik, sexingiz juda ham zo'r. Alloh omadingizni bersin. Noldan olib kelib o'z qilar ekansiz. Biz obunachilarimiz uchun qanaqa skidka qilib berasiz? Siz obunachilaringiz uchun aytilgan narxlardan ancha pulidan yengillatib beramiz. Undan tashqari 15 kvadratdan oshiq olgan obunachilaringizga 500 ming so'm chegirma ham qilib berib, dastavkasini ham bepul qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bepul, ha? Albatta. Bo'ldi. Azizlar, ko'rib turganlaringdek, sizlar uchun darvozalar narxlarini skidkalar qilib, zo'r narxlarda kelishib qo'ydik. Pastdagi raqamlarga murojaat qilib aloqaga chiqaverasizlar. Darvoza qo'ydirmoqchi bo'lgan tanishlaringga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Olindi, xudo xolisa. Sarnoz 100 ming bersam, shu aylantirmasam, qo'y qaytarib olib kelib bo'lmaydimi? Doimo shunaqa qilib aldaysiz. Ha, 100 ming beraman deyapman. Yo'q, aylantirasiz.